Yakunlanib kelayotgan 2025-yil bizning mahallamiz uchun ham juda bir yaxshi yil bo'lib yakunlanmoqda. Atab aytadigan bo'lsak, mahallamizning infratuzilmasini yaxshilashga, ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga qaratilgan juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Hurmatli prezidentimizning ta'kidlaganidek, mahalla xalq bilan davlat o'rtasida ko'prik tamoyiliga rioya qilgan holda mahallamiz 7 har bir xonadonga kirib bordilar. Kirib borish natijasida, o'rganishlar natijasida aholini qiynab kelayotgan muammolar yaxshi bir yechimlarni topdi. Ijtimoiy tomondan qo'llab-quvvatlash, bandlikni ta'minlash, aholini kambag'allikdan chiqarish borasida juda yaxshi ishlar olib borildi. Sarhisob qilib aytadigan bo'lsak, yil boshida ko'rsatkichlarimiz aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 177 ta edi. Shundan yil oxiriga kelib 82 taga tushirishga, kambag'al oilalarni 160 tadan 70 taga tushirishga erishdik. Aholi bandligini ta'minlash yuzasidan 660 million so'mlik imtiyozli kreditlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha 60 million so'mlik xizmatlar ko'rsatildi. Bu 2025-yil biz uchun juda bir quvonarli yutuqlarga erishilgan yil bo'ldi. Mahallamiz infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha salomatlik yo'laklari, xavfsiz ko'cha, xavfsiz yo'laklar tashkil qilindi. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida yana kuzatuv kameralari o'rnatilib berildi. Soliq tushumlaridan o'zlarimizga qoldirilgan 10% hisobidan ham kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga moddiy yordamlar, asbob-uskunalar olib berildi. Shu bahonada men o'zim nomidan, butun mahallam nomidan butun O'zbekiston xalqini, butun tumanimiz aholisini yangi kirib kelayotgan 2026-yil bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Kirib kelayotgan yangi yil har bir xonadonga tinchlik, totuvlik, yaxshiliklar olib kelsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Buni o'qib qo'yishni unutmang. Biyonidning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.